klublarni yana chaqirib ko'ramiz. Beshinchi qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klonlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha chekkovli o'yinchoqni ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqqa ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim u? Hamma sanmi bilasanmi? Yo'q, menga chimadan. Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga davo qidiramiz. Okey, maqsadinglarga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bola, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblinning oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichida dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shu uchun ham o'yinchoq chimadanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shu uchun ham tezroq uyga kirib chimadanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chimadan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishonginglar, bu menga qiyin. Chunki men har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni ham qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar sizlar like bilan qo'llab-quvvatlamasangiz, bizda motivatsiya bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105,000 like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Menda har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va ayniqsa qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Demak, mana shu payt obuna bo'linglar va bambili obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'ylash mo'ljali sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chimadan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chimadan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chimadan ochiq bittasi. Saqani ochgan emasmi? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chimadan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar chekkoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchgan